Do'stlar, biza Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidamiz. Hosila bilan обесочный g'ishtlar ishlab chiqarilgan zavod kelganmiz. Hosila bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Sanjar aka, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Seryoz, mana bizning ishimiz boshi mana shu bo'ladi. Tosh. Seryomiz mana shu toshlardan chiqadi bizga. Shularni kerakli, o'zimizga kerakli bunaqa fraksiyada, o'zimizga kerakli fraksiyada kattalikda biz maydalab olib, o'shalarni kerakli pigmentlarni qo'shib qilib chiqaramiz. O'zimizda ancha maydalanadi. To'g'rimi? Bo'ldi, tushundim. Tabiiy tosh ekanda. Tushundim. Bo'ldi. Okay. Bu nima mahsulot bu? Qarang, bu mana shu biz tog' toshni olib kelamiz. Miramirda maydalangani bu. Bu biz buni qumi deymiz. Xuddi mana shu narsani kerakli pigmentlarni aralashtiramizda, hozir ko'rib turgan hislarni ishlab chiqaramiz. Xo'p. Demak, mana bu bunkerimiz. Mana shu mahsulotni bunkerga qo'yamiz. Shuni solasizlar. Ha, solamiz. Mana bu sementni bunkeri. Bu menli bunkeri. Toshga. Sement bilan anaqa aralashadi bunker. Sement aralashadi-da, bu yoqdan keladida, bu mishalkamiz. Mishalkaga tushadi. Bu yoqda kerakli o'sha pigmentlarni qo'shiladi, rang beriladi, suv beriladi. Mana shu kompyuter buni biyasi boshqaradi. Ma'lum vaqt davomida rastor tayyorlaydi. Rastor tayyor bo'lgandan keyin bu yoqqa pressga yuboradi. Rangi 16 xilmidi? Yo'q, rangi 16 xil emas. Ha, rangi 16 rang qilib berasizlar. Rang qilib bera olamiz. Bu yerdan shu ket, to'g'rimi? Asosan 10 ta rangimiz bor, eng xadavoy. Qo'shimchasi zakazga qarab bo'laveradi. Bu yoqdan kelib tushadi-da, mana pressga kelgandan keyin mana shu bu pressimizga presslanib chiqadi mana shu. Mana bunaqa chiqadi. Uje tayyor bu. Pishirilmaydi bu. Pishiriladi bu. Pishiriladi hozir, ha. Bu hozir qarang. Mana bunda bo'lib chiqqandan keyin bu parga kiradi keyin. Shu men jarayon keyin aytib beraman. Xo'p, qarang. Bu pressimiz Eron pressi. O'z 5 ta pressimiz bor. Hammasi Eronniki. 360 tonnali press bular. Bu degani 360 tonna davleniya bilan presslaydi degani. Bu bitta g'isht kamida, mana shu bir dona g'ishtimiz kamida 130 tonnadan 150 tonna davleniyagacha presslanib chiqadi. Xo'p. Keyin bundan keyingi jarayonimiz bunday qilib, bu yoqda paryukamiz. Xo'p. Mana shu yer taxlanadi-da, ish tugagandan keyin bular paryuk nima qilib, paryuka yopiladi. Ertalabgacha parda pishadi bular. Parda pishadi. Parda pishadi. Gazda pishmaydi, parda, to'g'rimi? Parda. Kamida 12 soatda parda pishadi bular. Bu pishgandan keyin tayyor bo'ladimi? Pishgandan keyin, biz ham bunday qilib yo'q olib chiqamizda, keyin bularni tayyorlab, upakovka qilib, mana aholiga tarqatadigan tayyor mahsulot qilib. Bitta paddonda nechta bo'ladi, aka? Bitta paddonda mana shu razmerdan 1020 ta bo'ladi. Mana shu ko'rib turganimizda 1020 ta. 20 ta. Ha, bular endi yarimtalik. Buni razmeri qarang. Mana bunda ko'rsatib aytay. Buni razmeri xullas mana bunaqasi 25 sm. Xo'p. Bunaqasi 6 sm, qalinligi 6,5 deydi. Buni nechta razmeri bor? Buni hozir asosan eng xadavoy 4 ta razmeri bor, aholi talab qilayotgan, lekin buni mana bunaqa razmerini o'ynatib bemalol ko'paytirish mumkin. Kimdir 5 lik xohlaydi, qalinligini. Kimdir 10 lik, kimdir 12 lik deydi. Bizda hozir asosan 6,5 bor, paltara deymiz, 9 deydi. Bu xadavoy hozir menimcha. Eng xadavoy mana shu. Qarang, ikkita narsa eshitib qoldim. Erondan ham kelayotgan ekan. Eron bilan sifati qanaqa buni? Eronniki qarang, bizaniki chista miramirdan, marmar toshdan ishlab chiqaradi. Tosh. Shuningdek, Eron bilan o'zining turpog'idan bo'ladi. Ulan turpog'i. Shuningdek, ikkalasini taqqoslab ko'rsangiz, bir-biriga urgansiz bilasiz. Urgandan keyin. Bu to'plarlanibdi. Namunaga mana shuni ko'rsatay. Namunaga, xo'p. Bu demak 25, 12 sm, 6,5. Xuddi bu ko'rgan butuni. Standart g'isht razmeri shu. Bu ham pressda. Da, press. Hammasi o'sha press. Siz ko'rgan pressizda. Texnologiya bir xil hammasi. Hammasi bir xil. Mana bu biz mana shu yangilik qilganmiz. Bu chista miramirli vid bo'lishi uchun. Miramirli, mana shu rangda. Mana bu mana qarang. Bunaqa yo'q, bunaqa o'xshashi yo'q. Rangini aytasiz, to'g'rimi? O'zbekistonda yo'q bunaqa stil, ha. Qarang, tushundingizmi? Tergandan keyin devoringizda xuddi miramir terganday bo'ladi. Ha, bo'ldi. Marmar tosh terganday bo'ladi. Zonasiga, men so'ramoqchi bo'lganim, bu sho'rlamaydi. Yo'q. Bunda sho'rlash yo'q. Ma'lum miqdorda sho'rlash bo'ladi, sababi tarkibida sement bor. Tushundingizmi? Bizning mahsulotimizga Erondan oq sement olib kelib, oq sement ishlatamiz. Markasi 600. Tushundingizmi? Juda mustahkam bo'ladi oq sement. Hamma nimani sement sho'r bo'lgan hisobiga tergandan keyin shu 1-2 marta sho'ri chiqib o'zi yomg'ir, qor yuvib yo'qotib yuboradi o'zi. Buni ustini bo'yasi laklasa bo'ladimi? Laklasa ham bo'ladi, polirovka qilsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Yo'q, polirovka qilib bo'lmaydi bu. Chunki o'zi polirованный bu. Tayyor, значит. Tayyor, ha. Bitta laklasa bo'ldi. Laklasa вообще turadi, bir xil stilda turadi. Bo'ldi, tushundim. Mana keyin mana qizil ranglarimiz ko'p, asosan eng xatoy ranglarimiz shu yerda. Mana bunaqa razmerimiz bor mana. Xo'p, buni ham namunaga tosh. Bu ham yangi model. Yo'q, bu yangi emas. Bu azaliy nimada? Mana bu razmeri xullas qarang. 25, xo'p, 12, 88 paltara deyiladi. Standart bo'yicha 88 bo'ladi millimetr. Mana bu yoq. Tushundingizmi?
Bu ham xuddi shunaqa sho'rlamaydi, buni laklasa bo'ladi. Bir Bu ham xuddi shunaqa. bir to'g'rimi? xil tarkibida sement bo'lgani uchun hammasini bir sirama sho'ri chiqib yo'qolib ketadi o'zi. So'ramoqchi bo'lgan, bunga sifat misol uchun garantiyalar bormi? 10 yil, 15 yil qanaqadir misol uchun Ha, bizlar rang o'zgarmasligi. qarang, rangi uchun bizga mana pigment beruvchilar bizga 20 yildan 30 yilgacha garantiya beradi. Ashyo Biz ham zo'r ekan-da. xuddi mana shunaqa garantiya beramiz 20 klientlarga. yildan 30 yilgacha zo'r ekan-da. Mana bu g'ishtlarni bitta yana yaxshi tomoni o'zimizda sinab ko'rdik. Ayni mana shu rang qancha masalan yomg'ir, qor ko'rib nima bo'lsa ochilib boraveradi, yana ham tiniqlashib boraveradi rang. Ha, bo'ldi, tushundim. Oqarib yo'qolib ketmaydi, naborot Bo'ldi. tiniqlashib boradi. Bo'ldi, tushundim. Qarang, mana shu ranglarimiz biz tabiiy tosh rang hozir ko'rdik-ku. Hop. Tosh, o'shani rang, tabiiy rangi mana shu. Qolgan necha xil rang bo'ladigan bo'lsa, ular o'zining pigmenti qo'shib mana shunaqa rang keltiriladi. Bitta mana shu bizda tabiiy rang, hech qachon o'zgarmaydi bu. Tabiiy, to'g'rimi? Tabiiy, Umuman o'zgarmaydi, da. to'g'rimi? 100 yil bo'lsa turaveradi. Da. Da. Hozir O'zbekistonda asosan bu ishni olayotgan klientlarimiz masjidda bo'lib turibdi. To'liq oqdan qilayotgan masjidda bizda mana shu ishlarni. Bu yengillik faqat sizlarda, to'g'rimi? Unda yo'q, boshqalarda ham bor, lekin ularni oqi bilan masjid keladida biz oq ishni qarab ikkalasini taqqoslaganda ularniki qoramtir bo'lib qoladi. Sizlarniki oqroq, sifati yaxshiroq. Da. Bo'ldi, tushundim. Okey, zo'r. Keyin qarang. Mana ishlatadigan sementimiz Bu qattiqki bu? Eronniki. Eronniki o'zingiz olib kelsanglar kerak. O'zimiz olib kiramiz, ha. Eronning oq sementi mana. Bizani semonlar bo'lmaydi bunga. Yo'q, bular Jizzax ishlamayapti-ku. Jizzaxdan chiqargan Jizzaxdan olib turardik. Bu Eron sement. Keyin qarang, Jizzaxnikini olardik. Jizzaxda masalan qo'shadigan dozamizga agar Eronni ishlatsak 10% kamroq ishlatardik. Chunki bu kuchliroq. Jizzaxnikidan. Misol uchun agar bir xillik Eron sement kerak bo'lib qolsa, sizlarga aloqa etsa, xarid qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Yetkazib beramiz, ha, Bo'ldi. Ko'rdinglar, agar sizlarga shunaqa abissochnik qilishlar yoki Eron sementlari kerak bo'lsa, egalar nomerini yozib qoldiraman. Men nomni aloqaga chiqsanglar, Toshkent emas, O'zbekiston bo'ylab dastavkadan gaplashsanglar bo'ladi. Narxi ishlab chiqarish tomonidan beriladi. Bo'ldi.